Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan ommalashtirish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni maktabdan boshlab respublikagacha ommalashtirguncha nimalar qilishimiz kerak, qanday hujjatlar tayyorlashimiz kerak, hujjatlarni qanday tayyorlashimiz kerak, bular haqida bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Avvalambor ommalashtirish o'zi biz uchun nimaga kerak? Ustama olishimiz uchun kerak. 4-mezon bo'yicha eng yuqori ball olishimiz uchun ommalashtirish qilishimiz kerak. Xo'p, demak bu video maktab o'qituvchi va pedagoglar uchun hisoblanadi. Ommalashtirish uchun nimalar qilish kerak? Keling hozir bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Keyingi videomizda esa ommalashtirish o'zi qanday yozilishi kerak, qanday ommalashtirish uchun metodik ish qanday yozilishi kerak. Xo'p, metodik ishda xulosa, kirish qismlarini qanday yozish kerak? Umuman uning texnik talablarini ko'rib chiqamiz. Hozir esa biz sizlar bilan ommalashtirish davomida nima ishlar qilishimiz kerakligini qadam-ba-qadam ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak o'zi avvalambor ommalashtirish uchun metodik ish yozish kerak va metodik ish nima ekanligini bilib olaylik. Metodik ish metodik qo'llanma yoki metodik tavsiya bo'ladi. Birinchisi metodik qo'llanma kengroq ko'rinishdagi amaldagi tayanch o'quv reja va o'quv dasturlari asosida o'qitish jarayonida samarali tashkil etish, pedagogik texnologiyalar va turli xil metodlarni qo'llash bo'yicha o'qituvchilarga nazariy hamda amaliy tavsiya beruvchi o'quv metodik nashr hisoblanadi. Metodik tavsiya esa birorta o'quv reja asosida tuziladi. Bu ham lekin biror mavzu yoki bo'limda qanday o'qitish kerak, darslarni qanday tashkil qilish kerak, amaliy yo'l-yo'riq va tavsiyalar beruvchi qisqa hajmdagi hujjat hisoblanadi. Xo'p, demak, avvalgi yillarda ommalashtirilgan metodik ishlarni ko'rib chiqilmaydi. Agarda siz metodik ish yozishda o'zingiz yangidan yozishingiz kerak bo'ladi. Metodik tavsiya va metodik qo'llanmani sentyabrdan boshlab to 20-martgacha yozishni tavsiya qilamiz. Pedagoglar uchun professional xizmatlar, ustama hujjatlari tayyorlash, metodik ishlar va ommalashtirish, pedagogik kengash bayonnomalari. Bizga hoziroq bog'laning. Demak, maktab miqyosida ommalashtirish tartibi qanday bo'ladi? Avvalambor siz metodik ishingizni tayyor qilib qo'yasiz va uni plagiatdan o'tkazasiz. Plagiat dasturlaridan o'tkazganingizdan so'ng sizdan 70% dan yuqori ijobiy natija olganingizdan so'ng unga taqriz yozdirishingiz kerak. Taqrizni kimga yozdirasiz? Siz qaysi fandan dars beradigan bo'lsangiz, o'sha fan mutaxassisiga taqriz yozdirishingiz kerak. Misol uchun, siz matematikadan dars bersangiz, matematikadan kamida birinchi toifa yoki oliy toifa bo'lgan o'qituvchiga yoki oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisiga, ilmiy daraja yoki unvonga ega pedagogga siz taqriz yozdirishingiz kerak. Sizning metodik ishingizni u o'qituvchi ko'rib chiqadi. Haqiqatdan yaxshi yozilgan bo'lsa, u ijobiy taqriz beradi. Demak, keyingisi metod birlashmasi muhokamasiga beriladi. Siz taqriz olingandan so'ng maktabning metod birlashmasi muhokama qiladi va pedagogik kengashga tavsiya qiladi. Pedagogik kengash esa sizning metodik ishingiz haqiqatdan talab darajasida va baholash mezonlariga muvofiqligini o'rganib chiqadi. So'ngra pedagogik kengash qarorini chiqarib beradi. Demak, pedagogik kengash qarori chiqqandan so'ng pedagogik kengash qaroridan namunani men Telegram kanalimda berib boraman. Telegram kanalimga esa mana shu video tavsifida havola qoldiraman. O'tib hujjatda namunalar ko'rishingiz mumkin. Pedagogik kengash qarori maktab miqyosida ommalashtirilganligi haqida qaror qabul qilgandan so'ng sizni metodik ishingizni ommalashtirish avlai.uz platformasiga joylash kerak. Endi joylashda e'tibor beradigan jihatlarimizni ko'rib chiqamiz. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Avvalo, ommalashtirish avlai.uz platformasidan to'g'ri ro'yxatdan o'tish va hujjatlarni yuklash haqida video qo'llanma qilganman. Buni ham bir marta ko'rib olishni tavsiya qilaman. Demak, pedagogik kengash qarorini ommalashtirish avlai.uzga qanday hujjatlar yuklanadi? 8 ta hujjat yuklanadi. Bu yerda men 6 ta hujjat ko'rsatganman. Hozir 8 ta hujjatni birin-ketin sanab o'tamiz.
Demak, birinchi hujjat pedagogik kengash qarori nusxasi hisoblanadi. Bunda siz maktabingizdan bir nechta o'qituvchi ommalashtirilgan bo'lsa, bir nechta o'qituvchilarga hammasiga bitta pedagogik kengash qarori chiqarish mumkin yoki har biriga alohida pedagogik kengashdan qaroridan ko'chirma qilib chiqish ham mumkin. Buning ikkisining farqi yo'q. Demak, keyingisi metodik ishning elektron nusxasi PDF yoki Wordda tayyorlangan bo'lishi kerak. Xo'p, demak, ma'lumotnoma obyektivga talab darajasida tayyorlangan bo'lishi kerak. Hozirgi ish joyingizga, hozirgi ishlayotgan maktabingiz bo'lishi kerak. Ya'ni ommalashtirish avloyi.uz da sizni qaysi maktabda ko'rsatgan bo'lsa, o'sha maktab turgan bo'lishi kerak. Keyin mutaxassislik bo'yicha diplom va qayta tayyorlov diplomi agar bo'lsa yuklash mumkin. Ya'ni diplomingizni yuklashingiz kerak. Agarda qayta tayyorlov diplomingiz bo'lsa, uni ham alohida yuklashingiz kerak. Antiplagiatdan xulosani yuklashingiz kerak. Ya'ni antiplagiat xulosasi deyilgan, lekin antiplagiat sertifikati yuklanadi. Antiplagiat sertifikatini yuklashingiz kerak. Sertifikatda 70% dan yuqori natija qilingan bo'lishi shart. Xo'p. Demak, mutaxassis tahriz nusxasi. Bu yerda siz tahrizda albatta pechat, imzo bo'lishi kerak. Ya'ni agarda tahriz yozgan boshqa maktabdan o'qituvchiga tahriz yozdirgan bo'lsangiz, o'sha maktabning pechati va tahriz yozuvchining imzosi bo'lishi kerak. Yoki o'zingiz maktabingizdan o'qituvchiga yozdirgan bo'lsangiz ham, o'zingiz maktabingiz tahrizga pechat qo'yishi kerak va tahriz yozuvchi, o'qituvchi imzo qo'yishi kerak. Ham muallifning yozma roziligi, agarda bir necha kishi bo'lib metodik ish yozgan bo'lsangiz, ham muallifning yozma roziligi kerak bo'ladi. Xo'p, demak, platformaga yuklab bo'lganingizdan so'ng platformaga 20-martdan 10-aprelgacha metodik ishingizni yuklab qo'ygan bo'lishingiz kerak. Yuklab bo'lganingizdan so'ng sizni ikki bosqichda tekshiriladi metodik ishingiz. Texnik ekspertiza va mazmuniy ekspertiza tomonidan. Demak, texnik ekspertiza nimani tekshiradi? Sizning hujjatlaringiz to'liqligi, imzo, pechat, qo'yilganligi, sanalar to'g'riligi tekshiriladi. Ya'ni agarda pedagogik kengash sanalarga e'tibor berishingiz kerak. Birinchi, sizning metodik ishingiz tayyor bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin tahriz va plagiat sertifikat olingan bo'lishi kerak va plagiat sertifikati chiqqan sanadan keyin, ya'ni eng oxirida sizga pedagogik kengash qarorini chiqqan bo'lishi kerak. Ya'ni pedagogik kengash qarori chiqayotgan vaqtda sizga metodik ishingizga tahriz va plagiat sertifikati olingan bo'lishi shart. Bularda sanalar ko'rsatiladi, shu sababli shunga e'tibor berish kerak. Bu texnik ekspertiza shularni ham tekshiradi. Keyin yozilgan metodik ishingiz belgilangan talablarga muvofiqligi. Bunda kirish qismi, xulosa, titul, xo'p, demak, tahriz borligi, muntarija borligi tekshiriladi. Bunda siz talab darajasida tayyorlangan bo'lishingiz kerak. Bu metodik ishni qanday tayyorlash haqida alohida video qilaman. Bu videoni ham ko'rishni tavsiya beraman sizlarga. Xo'p, demak, hujjatlarning to'liqligi, o'sha 6 ta hujjatni yoki qo'shimcha hujjatlaringiz bo'lsa 8 ta hujjatni to'liqligi, imzo, pechat qo'yilganligi tekshiriladi. Antiplagiat xulosasining mavjudligi tekshiriladi va platformaga to'liq va to'g'ri joylashtirilganligi tekshiriladi texnik ekspertiza tomonidan. Keyin ikkinchi bosqichda esa bu yerda yana bir tekshiruv bo'ladi. Barcha yuklangan metodik ishlardan sizga o'xshash metodik ish bormi, yo'qmi, shular tekshiriladi. Ya'ni sizning metodik ishingiz bir nechta nusxasi, ya'ni bitta metodik ishni bir nechta o'qituvchi platformaga yuklaganmi, buni ham texnik ekspertiza tomonidan tekshirib chiqariladi. Agarda bitta ish bir nechta o'qituvchilar tomonidan yuklangan bo'lsa, o'sha bir nechta o'qituvchilarning barcha metodik ishlariga rad javob beriladi va ommalashtirilmaydi. Shu sababli bitta metodik, o'zingiz yozgan metodik ishni boshqalarga bermaslikni tavsiya qilaman. Mazmuniy ekspertiza esa sizning mazmun
mazmunini tekshirib chiqadi. Bunda o'quv metodik kengashlar 8 ta yo'nalish bo'yicha tekshiradi. Boshlang'ich ta'lim, rus va xorijiy tillar, aniq fanlar, amaliy fanlar, filologiya fanlar, ijtimoiy fanlar, tabiiy va iqtisodiy fanlar, jismoniy tarbiya va chaqiruvga qadar tayyorgarlik. Bular sizni metodik ishingizni tekshirib chiqadi. Har biri o'ziga tegishli bo'lgan fanlar doirasida metodik ishingiz tekshirilib, maksimal 80 ballgacha ball beriladi. Endi berilgan ballarga qarab, agarda sizning metodik ishingiz 50 va 65 ball oralig'ida oladigan bo'lsa, bu tuman shahar miqyosida ommalashgan hisoblanadi. Agarda 50 balldan past ball oladigan bo'lsa, demak u maktab miqyosida ommalashgan hisoblanadi. 66 80 ball oralig'idagilar esa viloyat bo'yicha ommalashgan hisoblanadi. 75-80 ball oralig'idagi esa viloyatga ommalashgan hisoblanadi va respublikaga ham tavsiya qilinadi va respublikaga tavsiya qilingandan so'ng bu ishni metodik ishingizni taqdimot qilib berishingiz kerak bo'ladi. Apellyatsiya berishingiz ham mumkin. 3 kun ichida apellyatsiya berishingiz mumkin agarda siz qo'yilgan balldan norozi bo'lsangiz. Xo'p, demak, respublika miqyosida tavsiya qilingandan so'ng respublika miqyosida ommalashtirish tartibi quyidagicha bo'ladi. Demak, kim ko'rib chiqadi? Respublika muvofiqlashtiruvchi kengash institutning 9-11 nafar mutaxassis sizni taqdimotingizni ko'rib chiqadi va taqdimotingizga 20 ballik mezonda baholaydi. 20 ballik mezonda baholagandan so'ng avvalgi ballingizga qo'shilib, sizni ballingiz 86 balldan yuqori bo'ladigan bo'lsa, sizning metodik ishingiz respublika miqyosida ommalashgan hisoblanadi. Agarda 86 balldan past bo'ladigan bo'lsa, demak bu ishingiz viloyat miqyosida ommalashgan hisoblanadi. Sertifikatlarning amal qilish 3 yil hisoblanadi. Maktab miqyosida ommalashgan ishlarga sertifikat berilmaydi. Bunda metodik ishning maktab miqyosida ommalashtirilganligiga tasdiqlovchi hujjat bu maktabning pedagogik kengashining qarori bo'ladi. Buning ham amal qilish muddati 3 yil hisoblanadi. Demak, shular sizga keyingi videolarimizda metodik ishni qanday yozish kerak, bularni ham ko'rib chiqamiz. Savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozing, videoga like bosing. Sizga Telegram kanalimga havola qoldiraman. Telegram kanalimga o'tib, taqriz pedagogik kengash qaroridan namunalar yuboriladi. Shu namunalardan foydalanishni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'ling. Pedagoglar uchun professional xizmatlar, ustama hujjatlari tayyorlash, metodik ishlar va ommalashtirish, pedagogik kengash bayonnomalari. Bizga hoziroq bog'laning.